O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-iyundagi manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi 931-sonli qonuni qabul qilingan. Ushbu qonunning amal qilishi davlat organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, davlat muassasalari, davlat unitar korxonalari, davlat maqsadli jamg'armalari, ustav fondida, ustav kapitalida davlat ulushi 50% miqdorda va undan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlariga nisbatan tatbiq etiladi. Qonunga ko'ra manfaatlar to'qnashuvi shaxsning shaxsiy manfaatdorligi uning o'z lavozim yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan vaziyat hisoblanadi. Yaqin qarindoshlar toifasiga ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, o'g'illar, qizlar, er-xotinlar, shuningdek er-xotinlarning ota-onalari, aka-ukalari, opa-singillari va farzandlari belgilangan. Qonunga ko'ra quyidagi shaxslar davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimiga aloqador shaxslar deb e'tirof etiladi. Davlat organi yoki boshqa tashkilot xodimining yaqin qarindoshlari, davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimi va yoki uning yaqin qarindoshlari qaysi yuridik shaxsning ustav fondi, ustav kapitali aksiyalariga yoki ulushlariga egalik qilsa, o'sha yuridik shaxs. Davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimi yoxud uning yaqin qarindoshlari qaysi yuridik shaxsda boshqaruv organining rahbari yoki a'zosi bo'lsa, o'sha yuridik shaxs. Manfaatlar to'qnashuvini aniqlash usuli. Ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi deklaratsiyadan, davlat xaridlari jarayonida olingan takliflardan, xarid komissiyasi majlislarining bayonnomalaridan, tuzilgan shartnomalardan, jismoniy va yuridik shaxslarning davlat organi yoki boshqa tashkilot xodimining faoliyatidagi mavjud manfaatlar to'qnashuvi yoki ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi murojaatlaridan yoki xabarlaridan, tijorat tashkilotlarining afillangan shaxslari va yakuniy naf oluvchilari benefitsiarlari ro'yxatlaridan, O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish modulidan, FXDYO Yagona elektron arxivi axborot tizimidan, Yagona milliy mehnat tizimi idoralararo apparat dasturiy majmuidan, qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysidan, maxsus vakolatli davlat organi tomonidan o'tkazilgan o'rganish natijalari bo'yicha kiritilgan taqdimnomadan. Manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq hujjatlarning maxfiyligini ta'minlash, manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish va aniqlashda ishtirok etadigan xodimlarga ishonib topshirilgan yoxud ularga kasbiy, xizmat yoki mehnat majburiyatlarini bajarishi munosabati bilan ma'lum bo'lib qolgan shaxslarning shaxsga doir ma'lumotlarini oshkor etishga yo'l qo'yilmaydi.